Ideal ayol qanday bo'ladi? Hozir barmoqlar bilan birma-bir ideal ayol sifatlarini sanayotgan erkaklar ko'p bilaman. Xo'sh, unda ideal er qanday bo'ladi? Xullas, ideallarga misollar ko'p. Ammo ovora bo'lib, unday va bunday bo'ladi deb xislatlarni sanab o'tirmang. Chunki ideal ayol yo'q. Ideal erkak ham yo'q. Bo'lmaydi. Siz yaxshi bo'ling, sizga xosi va mosi keladi. Siz uni kechirasiz, u sizni. Siz unga go'zal muomalada bo'lasiz, u sizga. Siz uni qadrini bilasiz, u sizni. Keyingina bu oila bo'ladi. Ideal qayerda ekan azizlarim? Garchi sizga juftingizning ba'zi fe'li yoqmasa ham sabr qilib inoq yashanglar. Chunki sizga yoqmagan narsada ko'p yaxshilik bo'lishi mumkin deydi Yaratgan ekan.